Yaponiyada $60,000 to'lagan uyimizni obzor qilib beraman. Uyni ko'rib, bu pulga arziydimi? Albatta, fikringizni yozing. Tokioda 2 qavatli uyni birinchi qavatida joylashgan, umumiy 54 kvadrat metr. Kirishingiz bilan oyoq kiyim javoni va chap tarafda yuvinish xonasiga kirasiz. Bu xonani qo'l yuvish burchagi, kir moshina va plysos egallagan. Bu yerda esa shinamgina hammom va koridordan keyingi xona hojatxona. Bu eshikdan yotoqxonaga kirasiz. Kengligi salkam 6 kvadrat metr. Bolalar ham shu xonada yerda uxlashadi. Shkaf faqat kiyimlar emas, matraslar ham sig'adigan darajada katta. Asosiy zalga kiramiz. Bu uy 2 LDK deyiladi, ya'ni ikkita yotoqxonasi va bitta umumlashgan mehmonxona, ovqatlanish joyi, oshxona hududi bor. Bu xona 13 kvadrat metr, shkafi va oshxona mebellari o'ziga o'rnatib qurilgan. Bunday oshxona counter kitchen deyiladi. Counterda esa doim Nestle organik matchasi turadi. Yana bir yotoqxonani ish va darsxona qilib ishlatamiz. Kengligi 5,5 kvadrat metr. Bolalar kitob o'qishlari, pianino chalishlari mumkin, lekin ko'proq men va erim ish uchun ishlatamiz. Bu uyga 2020-yilda ko'chib kirganimizda $1000 atrofida arenda to'lardik. Oxirgi yilda yenni qiymati tushib ketganiga arendamiz oyiga $600 bo'lib qolgan. Lekin uyga ko'chib kirish xarajatlarini ham qo'shganda 6 yil ichida bu uyga $60,000 to'labmiz. Keyingi videoda nega Tokiodan ko'chib ketishimiz sabablarini ham tushuntiraman. Qiziq bo'lsa like bosib, albatta obuna bo'ling.